Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz do'stlar, adabiyot va she'riyat shaydolari. Mana shunday ajoyib onlarda sizlar bilan o'zbek xalq she'riyati malikasi, O'zbekiston xalq she'riyasi Zulfiya xonimning 110 yilligini nishonlash arafasida. Shu munosabat bilan o'tkaziladigan tadbirlar, xotira kechalarida biz ustozlarning e'tiborli hayotiga, shaxsiga bir karra sog'inchli nigoh tashlaymiz. Tomoshabinlarimizni eslaymiz. Xalq mehriga, yo'lmanki shuhratga ijod qilgan ulug' insonlar qabriga yaqinroq boramiz. Zulfiya xonimning hayotga bo'lgan munosabati, bardoshi, orzu-umidlari ayolni asragan, ulug'lagan xalq buyuk xalq. Ayollari baxtli, ilming esa farzandlari barkamol. Kelajagi ravshandir. Zotan birinchi prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlaganidek, ayol baxtli bo'lsa, oila sog'lom bo'ladi. Oila sog'lom ekan, jamiyat mustahkam. Qayg'udan baxt topgan ayol qudrati. Chaqmoqning toshidek, gullardek nozik, vafo, sadoqatning yorug' timsoli, muhabbat cho'qqisida qad ko'tarar tik. She'riyat olovni yurakdir asli. She'riyatni ingmas na o'lim na baxt. She'riyat karvoni, ayol sarvoni. G'am fallasida topdingizmi baxt? Demak, u tirikdir, hamon yashaydi. Assalom so'zimning kirish qismidan, assalom mehr to'la qalbim yo'qdan keltirdim sizlarga aziz bir kalom. Oldingizda assalom. Assalom azizlar, qalbi quyoshlar. Mehringiz nuridan bahramand yoshlar. Yurakdan sizlarga alaymiz salom. Ta'zim ayla deymiz salom. Assalom. Assalom dilimning shaydolariga, assalom dilimning shaydolariga, assalom dilimning tirnoqlovchi, assalom dilimning shaydolariga. Assalom so'zimning kirish qismidan, assalom musaffo yoshlik qismidan, samimiy dillardan tinglaymiz kirom. Ta'zim ayla deymiz salom. Assalom. Assalom azizlar, do'stu yoronlar. Ma'rifat ziyosi nurin taratgan oltin boshingizga humo xush ko'rdik. Bugungi tadbirimizda sizni xush ko'rdik. Bu hayotning ziynati, bahri bashorat. Assalom. San'ati so'z, naqshi-yu bu nuri hidoyat. Assalom. Qissati birlar jahon ahliga ne'mat. Assalom. Xalqaro joriy etilmush xush iborat. Assalom. Zulfiya oila a'zolari Shirxolidni musiqani sevardi. Onasi shoir, tabiat oqla, zehnli ayol edi. Zulfiya xonim onasi haqida shunday dedi: agar iste'dod bo'lsa, charchamas ham shunday bo'ladi. Adabiyot ahliga bir kaf don tutgan bo'lsa, uning urug'ini qalbimga onam sochganlar. Uyim deganda ko'z oldimga onamning chiroyli nigohlari, choqqillab o'qayotgan, ariq shovulab qo'yayotgan teraklar keladi. Zulfiya xonim she'rlarida tong timsoli buyuk baxt jaranglar turadi. Zulfiyaning hayot va ijod yo'li jasoratga to'ladi. Zulfiya xonim shuhratli shoira, hijron kuychi sifatida kitobxonlar qalbidan joy olgan. Uning she'rlaridagi bahor, uning kunlari tasvirida eng avvalo Hamid Olimjon ruhi tasvir gavdanadi. Inson ruhiyatining eng takror ko'chisi. Zulfiyani bilmaydigan, uning biror she'rini yod olmagan orangizda topilmasa kerak. Sevimli shoiramiz o'z she'rlari bilan bizni nafosatga, ezgulikka oshno etib, oppoq tong sari yetaklab, qalb harorati bilan isitib kelmoqda. Zulfiya xonimning ovozi, qalbi, ayol nazokati, mo'tabar inson orzusini kuylagan she'rlari faqat O'zbekistondagina emas, butun Osiyo jahonda kezib yuribdi. Zulfiya jamoat arbobi, xorijlik yozuvchilar mehmoni sifatida juda ko'p mamlakatlarda bo'ldi. Zulfiya haqida zamondoshlari samimiy fikrlarni bildirishgan. Shoira Hamid Olimjon haqida shunday
adabiyot filmlar, ilhom uchraydigan qobiliyat va istedod sohibi. Men undan fikrlashni, mehnat qilishni, she'r yozishni o'rgandim. Uning hujjat maktabida tahsil oldim. Birinchi prezidentimiz o'zlarining yuksak ma'naviy yengilmas kuch nomli risolalarida farq iftixor bilan shoirning ba'zi namunalarida adolating bilan minbarda turib, xolisona maktub, o'kinch va armon bilan boqilgan bu bizlar haqiqatdan ham yoshlar uchun hamisha ibrat va ma'naviy jasorat timsolidir. Bugun adabiyot, madaniyat, ta'lim, sifat va boshqa madaniyatlarda O'zbekiston Respublikasi Turkiya nomidagi davlat mukofoti sovrindorlari soni 202 nafarga yetdi. Ulardan 10 nafari prezident stipendiyasi, 10 nafari Navoiy yigit-shunos stipendiya sovrindorlaridir. Zulfiya bir paytda hali yer yuzida bugungidan ham yaxshiroq insonlar, ruhi boy odamlar yashaydi. Agar o'sha kishilar ham mening biror bir zarrimni esga olsalar, o'sha zarr ular uchun kerak bo'lsa, qalbining bo'sh bir nuqtasini to'ldirsa, qalamimga shu umid kuchi beradi deb yozgan edi. Bugun mamlakatimizda qiz o'stirayotgan aksariyat ota-ona farzandining Zulfiyaga munosib voris, ma'naviy yo'ldosh bo'lishini istaydi. Bandaman, ey Tangrim, kashf tabiat, axir bir usulat, ko'zlarida kalimada zak, qolganida qudrat, singasini sajdam. Xush qizlar, Zulfiya xonim hayot haqida nimalarni bilasiz? Zulfiya Isroilova 1915-yil 1-martda hunarmand ingliz oilasida tug'ilgan. Otasi zahmatkash temirchi bo'lgan. Onasi Xadicha opa afsonalar va ertaklarni bolalarga aytib bergan. U adabiy faoliyatini qachondan boshlagan? 1910-yildan boshlab Ishqiston yangi yil jurnalida dastlabki she'rlarini chop etish bilan abadiy faoliyat boshlagan. Zulfiyaning jurnalist, tarjimon va faol sadoat arbobi ekanligi haqida nimalarni bilasiz? Zulfiya 1950-1950 yillarda O'zbekiston davlat nashriyotida adabiyot qurulishida, 1950-1954 yillarda esa O'zbekiston saodat qurilishi jurnalida ishladi. Shoiraning Hijron, umid va g'alaba qo'shiqlari mavzusida ijodiga qaysi she'rlar hukmi kiradi? Zulfiyaning hayot va ikkinchi jahon urushi she'rlari Zulfiyaning ijodiga yanada mazmunli bo'lgan. Bu yillarda Farhod Yigitlar, Hijron filmlarida she'riy to'plamlari hamda bir xildagi munosib bilan nashr etilgan. Shoira she'rlarida mashhurlarning frontda qahramonlarga yozgan maktublar orqali dushmanga nafrat, g'alabaga ishonch, sevgi, vafo va sadoqat tuyg'ularini ifodalaydi. Bu mavzulardagi she'rlarga o'limda qurol usulini gullar ochilganda, ikki maktub, yigitlarga qo'shiqlar kiradi. Zulfiya Hamid Olimjonning qaysi Diyamasga opera librettasini yozgan? Zulfiya Hamid Olimjonning Zaynab va Omon poemasi asosida yaratilgan opera librettosining avtoridir. Zulfiya tinchlik elchisi sifatida qaysi she'rlar ko'proq ahamiyat bergan? Zulfiya Xulkar, Men tongni kuylayman, yuragimga yaqin kishilar nomli she'riy to'plamlarga tinchlik elchisi sifatida ahamiyat bergan. Prezidentimiz tomonidan Zulfiya nomidagi davlat mukofoti 2-yildan ta'sis etilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 1999-yil 10-iyuldagi farmonida 2136 raqamli qarori bilan Zulfiya nomidagi davlat mukofoti ta'sis etildi. Ushbu viktorinani o'tkazish uchun hakamlar hay'ati saylandi. Ular adabiyot o'qituvchilari, adabiyotshunoslar, yozuvchi, shoirlar, jurnalistlar, shuningdek adabiyot bilimdonlari bo'lishi mumkin. G'oliblar sovg'alar bilan taqdirlanishi tavsiya etiladi. Sovg'a tariqasida kitoblar, gullar va istaliklar topshirish mumkin. Zulfiya xonim she'ri. Bahor keldi seni so'roqlab. Salqin saharlarda bodom ko'lidan. Binafsha labida yerlarda bahor, qushlarning parvozi, yerlarning nozi. Bahman vodiylarda, qirlarda bahor, qancha sevar eding bag'rim bahorni. O'rik gullarining eding maftuni, har uyg'ongan ko'kda
sarsari qishning yoqasidan tutib so'radi seni. Ul ham yosh to'kdi-yu, chekildi nari. Seni izlar ekan bo'lib shabboda, sen yurgan joylarni qidirib chiqdi. Topib ko'rsatay deb husn ko'rkinim, yashil yaproqlarni qidirib chiqdi. Topmay sabri tugab bo'ron bo'ldi-yu, jarliklarga olib ketdi boshini. Parhoq tog'laridan zaraging izlab, soylarga qulatdi tog'ning toshini. Zulfiya xonim she'ri sog'inganda qancha bo'ldi ko'rmaganimga. Ey qalbimning dilbar shoiri, qancha bo'ldi birga o'tirib so'zlashmadik. Qo'llarga doir dil shirin unutib bo'lmas. Ish qo'shig'i yozilgan kitob, hayot yoshlig'i o'lchagan topib berdik qaladi xitob. Yurtimizga ma'lum bu qudrat, yillarimizni sizga tortadi. Yo'li tenglik mahluqat, ishqimni topadi. Zulfiya xonim she'ri o'tgan umrga hayot kitobimni bexos varaqlab. Men o'tgan umrga achirmay qo'ydim, tabassum o'rnida kuldim charaqlab. Suyishni yuzda dilbaja kuydim, kiyganim ipakni ishtiyoqga mos. Yurak borligidan qilmasdan parvoz, meni og'ishlagan xiyonatdan afloq. Yangi qo'shiqlar yo'lda har sabab. Men o'tgan umrimga achirmay qo'ydim, hech kimda ko'rmagan umrimga o'xshash suydim, erkalandim, ayrildim, kuydim. Zarga mabadan shuda bir yashash. Zulfiya xonim she'ri o'zgarib bo'ladi. Shoir chiqqan o'zimizda shimoy bahor ezib yuradi. Nibo hatto g'oya ustida o'rik oppoq yuradi. Juda ham ko'p yuradi o'rik. Zero chullar bog'lib ketgan, hamma yerda ochilgan o'rik yurtni qalbi Guliston etgan. Do'st yonlar javob aziz mobil mehnat yo'lida ming bor o'zingiz bilsin men o'tirdim yo'lda. Senga to'ymas yetmish yosh, gapimizdan paylarni kechdi. 35 bor uloqchi qo'ygoch, 35 bor o'yinlar tushdi. Naqadar og'riydi bag'rim, o'zimdan hosizaman butkul. O'zlarimning sog'inchi bahri yuragimda ko'tarib to'lqin. Girdobga oldi borlig'im, barchasini chorlasam yerga. Suhbatlarga tashna zolimim, sig'mayapti yorug' jahonga. Qalarimning yurishi xiroq, o'zda sizga issiqlik ezgu. Yirik parvozlarda yiroqroq, o'zda sizni Zulfiya xonim she'ri xalqimga aytar so'zlarim. O'zing tashna etding, o'zing suv tutding. Qalbimdagi sahro, daryomsan xalqim. Seni seva-seva men boyib ketdim. Dunyo ichida topgan dunyomsan xalqim. Yurak chaqnoq tekkan osmon yuzday. Lekin e'tiqodim, iymonim butun. Umrimda qilganim ozmi ko'pimdan. Mehrim daryosidan siyroqman bu kun. Menga navoiydan ayting alladek. Lutfiydan ongimga ziyoda etding. Qiynalgan olamga bo'lgin dalda deb asli o'zing meni shoir yaratding. Zulfiya xonimning ko'rganimning ko'zlarida yosh keldi. So'g'in keldi izlab bir shon. Tabiiy to'g'anolar yo'lim. Ertalar yemagan zaman ertaroq men zaman yo'limda. Keldim, yo'q qoldim men siyosiy. Sening aziz boshingda yolg'iz osmon bilan suvga olasiz. Go'yo yuragimda qattiq o'zimdek yoshlik bo'lib, yoshlik izlaringni gaylashlik. Sendek meni ko'tarmading bosh, aytsanglar ixtiyorlar, o'zlari yosh.
bor qara ko'zimda seni qutlagani kelganman. Ayrilib qismatda bor ekan netay. Lekin sen birlamin meni yor desang, men uchun olamdan yo'q bo'lib ketay. Meni o'z ziyoratingda doim bor desang, hayotimni etush mangu charog'im, sening ham qalbingdagi oydin xayollar men uchun olamdan yo'q bo'lib ketay. Meni o'z yodingda doim bor desa, hayotimni etush mangu charog'im, sening hayollaring bu ifada beifada. Umrim bir on sendan ayruv bo'lmadi. Sochlarimga qo'ndi, to'la oq, yillar seni mendan yiroq qilmadi. Yillar ikkimizni tutdi yaqinroq. Yodingdami bizlar ilk ko'rishgan chog'? Og'ir ko'nglimizdek munavvar edi. Sen birla. Men seni hech qachon yo'qotganim yo'q. Doimo yonimda nafas olasan, ochiq daftaringni qo'zg'otganim yo'q. O'ylayman bir kun kelib qolasan. Sayrar jonimga payvast, men sevgimning cho'yi bilan mast. Tuni bo'yi dalada qoldim, lola zollar ichra yo'qoldim. Shundan beri dilimda yoding, shundan beri Aziz dilbar va latofatli ayollar, muhtarama onajonlar, hurmatli ustozlar, qadrli opa-singillar, bir-biridan lovlar, maktabimiz qizlari, faxrlaganingizdek sizning yurak taftingizdan bu yurtga qish ham dosh bera olmay, ozga chekinib, ko'klam nafasi ufura boshladi. Ona diydorimiz uzra bahor rasmlari esib turgan kunlarda xonadonlarimiz farishasi Ayla Qurboni biz farzandlarimiz oq yo'l tutaragan, yaratganning tengsiz mo'jizasi bo'lgan ayol zotiga ulug'lash va yuragimizdagi eng yuksak nozik tuyg'ularda ifoda etgan holda go'zallik va nafosat bayrami 8-mart xalqaro xotin-qizlar kunini nishonlash uchun yig'ildik.